Hammaga assalomu alaykum. Bugun man solo Free Fire, короче, sizlarga Free Fire'da 120 PvP qilishni sirrini o'rgataman. Bu sizni hali O'zbekiston 90% odamlar bilmaydi. Bu sizni sizlarga tekinga o'rgataman. Faqat sizlar videoga bitta like bosib, kanalimizga bitta obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Bu videoni siz o'rtoqlarga aniq qotadigan, короче, telefon qotadigan do'stlarga yuborib qo'ying. Ular 120 PvP'da kayf qilib o'ynasin. Qanamizdan bizlar videoga let's go. Короче, kichkinagina reklama. Bizda YouTube kanalimizda har kuni emotlar jangga berkmochoq, quloqqa jangga, stena jangga turnir o'tkazamiz. Streamda sizlarga streamga aktiv bo'lib, emotlar jangga berkmochoqda hammasida preview bo'ladi. Agar sizlar aktiv bo'lsizlar, sizlarga moderam beriladi. Sizlar shuning uchun bitta streamimizda aktiv bo'ladi. Bizlar streamimiz har kuni bo'ladi. Har obedda yoki kechda bo'ladi deganlar. Aktiv bo'linglar. Hammamiz biz videoga let's go deganlar. Endi короче bizlar bir PvP qilish uchun oldin nasturga kirib olamiz. Nasturga kirganda esa bu match degandan bosamiz. Buni o'pranini bosasizlar. Go'dan короче bunaqa turadi. Shuni oldin bunaqa ko'rishsa, mana ko'ringan shunaqa qanday qo'ysam shunaqa qilib qo'yarsiz deganlar. Bo'ldi shunaqa qilib qo'yasizlar. Keyin displeyga emas, displeyga qo'yasizlar. Bu yerda sizlar abishberen, короче, boshqa tushasizlar. Bu yerda Biskorniy PvP degan bor. Shuni PvP'sini sizlarda menimcha bunaqa bo'lib turgan bo'ladi. Abishniy bo'lib turadi. Shu abishni Biskovskiy degan bosasizlar. Böyle shunaqa 3 sekund sunaydi. Boshini sizlar o'q degan bosasizlar va buni Beagle degani bu da sizlar shunaqa qilib turadi. Shuni bunaqa Beagle 10 deb turganda qo'yasizlar. Endi bizlar bitta ultimatum bosib ko'ramiz. Mana ko'rlik. Sizlar bu videoni oxiriga ko'rib ko'rlar. Bitta sizlar ishonmaysizlar, oz ko'rasizlar. Qaranglar, bir jima PvP menimcha o'xshaydi. Endi menda o'xshagan sizlarda o'xshaydi. Bu menimcha faqatgina ultimatumda birga bir o'yinda o'xshaydi deganlar. Qaranglar, tezlikka qaranglar, tezlikka qaranglar, umuman. Oldingi tezlikdan tez yuradi. Hech baravar menimcha. Buni albatta sinab ko'ringlar. Menimcha просто bittaga like bosib, kanalimizga bitta obuna bosib olinglar, bo'ldi. Buni do'stlarga yuborib qo'yinglar. Bu videoni kayf ko'rib, ular tez o'ynasin. Mana birga birda o'ynab qoladigan bot do'stlarga qana bu videoni bu odam to'plamaydi. Xalos. Bu ko'rib bu videoni bizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qana. Streamda ham nega aktiv bo'linglar. Videoga bitta like bosib olinglar, qani tak. Endi qara, o'z bitta round o'ynang. Chiqmayaptimi bu? Mana shunaqa hozirgina qilgan narsalarga mana bitta o'ynab ko'ringlar. Просто narsaga. Bo'lar, keyingi videoga qanday idea chiqaramiz? Shunga kommentga bitta idea yozib ketlar. Men kallasi berib o'zlar. Bizlar videoni nihoyasiga yetdi. Bu videoni o'zlar ko'rdinglar, o'zlaringiz sinab ko'ringlar, ultimatumga kirib. Mosam hammaga xayr deganlar.